Adines yoki iCam Business. Nasiya savdoni avtomatlashtirish uchun qaysi biri qulay? Ko'pchilik Adinesdan foydalanadi, lekin nasiya savdoni boshqarishda bu qanchalik samarali? Keling, taqqoslab ko'ramiz. Adines bilan nasiya savdo bu mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini qo'lda kiritish, to'lovlarni kuzatish uchun vaqt sarflash va eng muhimi bu jarayon avtomatik emas. Agar nasiya savdoni tez va ishonchli boshqarishni istasangiz, bu juda noqulay. iCam Business esa bularning barchasini avtomatlashtirib beradi. Mijozlar siz ko'ring, mijoz ishonchlimi? 1 daqiqada tekshirib beradi. Avtomatik to'lov, muddati yetganda pulni o'zi yechadi. SMS xizmati to'lovlar vaqti kelganda mijozlarga eslatma xabarlari va yangiliklardan xabardor qilish. Eng muhimi, bularning barchasi qo'lda emas, avtomatik ravishda ishlaydi. Eslatib o'tamiz, Adines maxsus buxgalteriya uchun moslashtirilgan, ammo muddatli to'lov uchun emas. Agar tez va qulay avtomatik tizim kerak bo'lsa, iCam Business. Nasiya savdosini osonlashtiring. Hozir iCam Businessga o'ting.